holat qanaqa bo'lgan? 20 tacha odam davay oyligini ber degan, men aytganman, pulim yo'q. Xohlasang olib chiqib o'ldirib tasha. Lekin hozir pulim yo'q. Endi qanday ekan amaliyotda? Masha qiyin. Juda ham qiyin. Nimaga? Chunki zo'r stress eng qaysi zo'r kompaniya ekanligini ayta olamizmi? Yo'q, uni ayta olmayman. Bo'lmaydi. Chunki ko'pchilik taniydi bu kompaniyani. Juda ko'pchilik taniydi. Ko'pchilik ayniqsa targetologlar dahshat taniydi bu kompaniyani. Demak, xizmat ko'rsatishda hamma sohasida ko'proq qizlarda bo'lsa foydaliroq, to'g'rimi? O'shanaqa og'riq. O'sha narsani aytadi deb o'tirdim hozir. Bolalarda unday emas. Men bitta prinsip borda menda. Qo'ylar ichida yursang, qo'y bo'lib yurma, cho'ponni kuzat degan formula bor. Bola kelyapti-da, shuni kirib keldi, to'g'ridan-to'g'ri kelib, shuni o'tirdi. Assalomu alaykum. Suv bormi deyapti-da. Sirasi tushunyapsizmi? Hamma shok. Unaqa holat hali bizda bo'lmagan-da. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi dasturimiz mehmoni Nurbek aka Yakubov. Assalomu alaykum. Nurbek aka, xush kelibsiz. Rahmat bo'linglar. Ko'rishganimizdan xursandman. Men ham xursandman. Xudo xohlasa, hammaga ajoyib, manfaatli suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Sizni ham mana qanchadan ko'p kutdik. Xudo xolasa. Endi bir o'zingiz tanishtirib o'tsangiz, o'zingiz kimsiz, nima ish qilasiz? O'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Xo'p, ismim Nurbek Yakubov, 26 yoshman. Hozirda rekruting agentligi rahbariman. Rekruting bilan shug'ullanamiz hozirgi holatda. HR xodimlar bilan. Ha, shunaqa. Zo'r. Endi suhbatimizni boshlaydigan bo'lsak, birinchi savolimiz sizga nima uchun bu sohani tanlagansiz? Xo'p, shu sohada tajribam ko'p bo'lgani uchun shu sohani tanlaganman. Boshqa sohani boshlaydigan bo'lsam, noldan tajriba yig'ishim kerak. Bundan tajribam ko'proq. Eng ko'p shug'ullangan narsam jamoa yig'ish bo'lgan. Va bu biznes model men uchun oson, tez boshlangan. Qayerda birinchi jamoani yig'gansiz? Azay Consultda yig'ilgan. Azay Consult holding bo'lgan va holding qoshida alohida bitta biznes proyekt ochilgan. O'sha biznes proyektni o'zida 10 martadan ko'p jamoa yig'ishga to'g'ri kelgan. Jamoa yig'ilgan, ketib qolgan, yana yig'ganman, yana ketib qolgan. O'sha jarayonda o'qib, ustozlardan o'rganib tajriba yig'ilgan. Zo'r. Haligi mana shu boshlaganda eng qiyinchilik nima bo'lgan? Eng katta qiyinchilik. Hop, eng qiyinchilik joyi bu model boshlangandanmi yo tajribam? Yo'q, umuman mana shu sohaga kirib keldingiz, mana shu sohani biznesga aylantirdingiz-ku. O'sha biznesga kirib kelganda eng katta qiyinchilik nima bo'ldi sizga? Eng katta qiyinchilik klientlar bilan dogovorlar bo'lgan. Chunki bizda shunaqa narsa borda, bilimni olish oson, ishlatish qiyin. Ustozlardan juda ham ko'p o'rganganman, eshitganman, lekin amaliyotda qo'llash oson bo'lmaganda. Qanday ekan amaliyotda? Masha qiyin. Juda ham qiyin. Nimaga? Chunki har doim boshlagan vaqtingda shartnoma bilan yozib, dogovor tuzib, undan keyin ish boshla deb ustozim o'rgatgan. Har qanday tomon kelishuv yozilishi kerak degan, lekin og'zaki kelishib ish boshlaganman juda ham ko'p. Oxirida normal summaga yegan, pulimizni olmagan joylarimiz bo'ldi. Pul olmaganimiz ham mayli, proyektga kirib, ularga yordam berib, oxirida $5000 minus bilan chiqib ketgan holatlarim ham bo'lgan. Uni qarzini yopib berishim kerak bo'lgan holatlar bo'lgan. Aynan qaysi biznesda bu? Qanaqa biznes, qanaqa yo'nalishda bo'lgan bu? O'zimizni yo'nalishda bitta proyekt olganmiz. Bu proyekt katta proyekt bo'lgan. 180 ta xodim yig'ib berishim kerak bo'lgan. Jarayon boshlangan, hamma narsa og'zaki kelishuv bo'lgan va oxirida meni bo'ynimga qarz ilib chiqazib yuborishgan yo'ldan. U qanday qarz ilib chiqasiz? Siz hali komanda yig'ishga kirishgan bo'lsangiz, xo'p, yig'ildi. Sizga qanday qarz bo'ladi bu yerda? Bu yerda g'alati holat bo'lgan, to'g'risi. Jamoa yig'ilgan, qanchadir jamoa yig'ilgan va ular ishlagan. Qanchadir muddat ishlagan, oy tugagandan keyin ular oylik olish kerak vaqtida kompaniya bular oyligini bermagan. Men bermayman, men seni taniyman deb turib olgan. Ular sen meni ishga olib kelganmisan, oyligimni sen berasan deb menga turib olgan. Bu kelyapti, oyligimni ber, bu kelyapti, men uni oyligini bermayman. Men bu yoqdagi odamlarga aytganman, qaranglar, men faqat sizlarni olib keldim, lekin siz bu kompaniya uchun ishladingiz. Siz qilgan mehnat kompaniyaning cho'ntagi uchun edi. Ular sotuv menejerlari bo'lgan, nimadirlar sotgan. Siz sotgan tovaringiz puli kompaniyani cho'ntagida оборот bo'lgan. Meni cho'ntagimda emas. Nimaga men to'lab berishim kerak desam, "Yo, men bilmayman, u bermayman deyapti-ku, berasan" deb. Bular menga olishgan, bu bermayman degan. Xullas shu bilan ancha odamni oyligi bo'ynimga qolgan. Lekin vaqt o'tib, Alloh izni bilan sekin-sekin harakat qilib to'lab berganman hammasini oyligini. Zo'r, qoyil. Boshqadagi qoyilligin bu hammani ham qo'ldan kelavermaydi, chunki siz ham ketib borsangiz hech narsa qila olmaydi ular ham. Endi vijdon degan narsa bor, samatsenki degan narsa bor. Endi ular ham to'g'ri oilam, farzandim, ota-onamga yordam beray deb yurganlar. Hamma pul uchun kelgan. Oxirida holat shunaqa bo'lgan. Agar endi bu qarzni yopib bermaganimda ham baribir o'zimni kechira olmay qolgan bo'lishim mumkin edi-da. Bu odamlar rostdan men orqali ishga keldi.
ishladi, lekin pulini ola olmadi. Endi u yerda meni xatoyim bo'lgan. Meni xatoyim hech nimani yozma qilmaganman. Rahbariyatlari nima qilgan? Bu xodimlar rahbarni ko'rmagan, rahbarlar xodimni rostdan ko'rmagan. Polni kompaniyasini topshirib qo'ygan. Mana kompaniya, mana joy, mana sharoit bosgazin degan. Bo'ldi, men jamoa yig'ganman. Men nima xato qildim? Men rahbariyat bilan tanishtirishim kerak edi, ko'rsatishim kerak edi. Bu seni rahbaring, bu seni ishching deyishim kerak edi. Hammasini yozma qilib shartnoma qilishim kerak edi. Unaqa qilmaganman. Ular biz seni taniymiz deb menga kelgan, bular biz ularni tanimaymiz degan. Xullas shu bilan balkim to'g'ri bo'lgandir, balki noto'g'ri bo'lgandir, bilmayman. Muhimi Alloh izni bilan pullar yopilgan, qarzlar berilgan. Zo'r, 50 million so'm ham endi boshlangan vaqtingizga bu normalniy summa. Normalniy, zo'r, stressi eng Qaysi zo'r kompaniya bo'lgan. ekanligini ayta olamizmi? Yo'q, uni ayta olmayman. Bo'lmaydi. Chunki ko'pchilik taniydi bu kompaniyani, juda ko'pchilik taniydi. Ko'pchilik, ayniqsa targetologlar dahshat taniydi bu kompaniyani. Normalniy. Xo'p, bu sohani tanlashingizga o'zingiz yaqinlaringiz, uydagilaringiz qanaqa qaragan? Uydagilar hozirgacha bilmaydi. Tushundira olmayman, chunki uydagilarim viloyatda yashaydi, men Toshkentda yashayman oilam bilan. Ular tushunmaydi nima ish qilishimni to'g'risi, ularga tushuntira olmayman. Nima ish qilasan? Shu kichik biznes bor deyman bu. Ma'lumot ham bermaysiz. Ha, tushuntirish qiyin. Endi to'g'ri, baribir uydagilarga aytiladigan, aytilmaydigan narsalar bor. Shunaqa. Aytgan taqdirimda ham men uydagilarim har doim qo'llab-quvvatlaydi. Chunki ayniqsa onam har doim qo'llab-quvvatlagan. Bolalikda dahshat holatlar bo'lgan, shunaqa tarbiyalab kelishganda shu vaqtgacha hech qachon yo'q deyilmagan. Men yo'q degan narsani eshitmay katta bo'lganman. Bitta toshbaqani o'shab, onam mana shu toshbaqaga uchish o'rgatmoqchiman desam, bos o'g'lim degan. Bos degan. Hech qachon yo'q demaganda, shunaqa katta bo'lganman. Agar bu holat mana shunaqa biznes qilyapman yo qilmoqchiman deb aytgan bo'lgan taqdirimda ham bos o'g'lim deb duo qilardi bo'ldi. Zo'r, haqiqatan eng yaqinimiz, qo'llab-quvvatlaydigan birinchi o'rin ota-onamiz bo'ladi. Zo'r, qoyil. Endi bu mana shu qiyinchilikka kirganingizda, mana qiyinchilikka kirib qoldingiz. Sizga eng ko'p yordam bergan, misol endi baribir kimdir yordam bergan bo'lishi mumkin-ku. Kim sizga qo'llab-quvvatlagan mana shunaqa og'ir vaziyatingizda? Endi yaqinlarim dalda berishgan, yaxshi bo'ladi deyishgan. Bilmadim, Alloh xohladi bo'ldi, Alloh xohladi yechimini berdi. Boshqa gap ayta olmayman, chunki prosta omad. Hammasi omad. O'zidan o'zi yopilib ketgan, o'zidan o'zi u yoqdan chiqqanimdan keyin nima holat qanaqa bo'lgan? 20 tacha odam davay oyligini ber degan, men aytganman, pulim yo'q. Xohlasang olib chiqib o'ldirib tasha. Lekin hozir pulim yo'q. Sabr qilsang, lekin beraman pulingni. Chiqaman, boshqa joyda ishlayman, boshqa proyekt olaman. Proyektdan pul topsam, sekin-sekin bitta qarzlar yopib, hammaning pulini beraman deb tushuntirganman. Endi odam, ularga ham rahmat tushungan. Yo'q, yana chiqib qanchadir muddat stressda bo'lganman, qiynalganman baribir. Stress bosim bo'lib qolgan, stress bo'lib qolganman. Keyin yana chiqib harakat qilib proyekt qidirib, Alloh yo'l ochib bergan, yana proyektlar olinib, pul tushib, qarzlar yopilib ketilgan. Zo'r. Zo'r. Endi mana hozir o'zingiz jamoangiz bor, o'zingizda ofisingiz, o'zingizda proyektlaringiz bor. Mana jamoangizda kimlar ko'proq, qizlarmi yo bolalarmi? Kimlar ishlaydi asosan? Bir kasb egalari bor, misol SMM, targetolog, yana qanaqa bor? Ko'pchiligi qizlar. Endi foiz olsangiz 60% qizlar, 40% o'g'il bolalar. Chunki bilmadim, o'g'il bolalardan yaxshi jamoa yig'ishga har doim qiynalganman. Har doim nimani hisobiga? Chunki bizni O'zbekistondagi ko'p o'g'il bolalarda mana men yonimga kelsa jamoamga, kelganda hech kim sразу kelding zo'rma deb uni qo'liga oylik bermayman-da, chunki uni qo'ldan ish keladimi, kelmaydimi? U keladi, o'rganadi, jamoa muhitiga yuradi, o'rganadi, jamoa muhitiga ko'nikadi. Men o'zim libbo odamim olavermayman jamoamga. Jamoamda o'rganib, shogird bo'lib, qanchadir muddat yurgandan keyin oylikka chiqadi. Va bizni O'zbekistondagi bolalarda juda ham ko'p qismida shogird bo'lib, kelib o'rganib yurishga vaqti yo'q. Hozir ularga pul kerak. Tezroq pul topsam deydi, tezroq ota-onamga yordam beray deydi. Ota-onamdan pul so'rab yurmayman-ku deydi. Ular o'rganib yurishga vaqt yo'qligi uchun o'g'il bola kam yig'ganman. Endi qizlar ota-onasi ta'minlaydi, ota-onasi pul berib turgani uchun ko'proq qizlar keladi, shogird bo'lib yuradi, o'rganib keyin yaxshi natijaga chiqqandan keyin ular pul topishni boshlaydi. Ya'ni yaxshi oylik olishni boshlaydi. Demak, xizmat ko'rsatishda hamma sohasida ko'proq qizlarda bo'lsa foydaliroq, to'g'rimi? Yo'q, aslida jamoaga o'g'il bolani yig'ish tarafdoriman. Aslida nima uchun? Chunki menda ko'p bo'lgan va yana shu xato qaytarilishini xohlamayman. Qizlarni olib, o'rgatib, zo'r bilim berib, zo'r darajaga chiqargan vaqtda erga tegib ketdi.
O'shanaqa og'riq O'sha narsani bo'ladi. aytadi deb o'tirdim hozir. Bolalarda unday emas. Bolalar normalniy maqsadi bor, kelajagini o'ylaydi, ertaga oilamni yaxshi ta'minlay olay, ota-onamga ko'proq yaxshilik qila olay degan maqsadi bo'ladi. Ular ketmaydi, ular o'rganadi, yuradi, To'g'ri. harakat qiladi. Misol mana endi keyingi savolimiz ish jarayoningizda mana ofisingiz bor, o'zingizda ofisingizda qancha summalik mahsulotlar, baribir kompyuter nimalar bor? Qancha summalik narsa bor o'zingizda ofisingizda hozir? Endi summani aniq ayta olmayman, lekin unaqa ko'p narsa yo'q bizga. Ko'p narsa bizga kerak emas. Kompyuterlar bor o'zimizda, kameralar, planshet, o'zimizga kerakli narsalar bor. Unaqa qimmat narsa xizmat ko'rsatishda ko'p оборудование kerak bo'lmaydi-ku sizga. Оборудование olinmaydi. Faqat o'zimiz uchun noutbuklar bor va planshetlar bor, kerak bo'ladigan narsalar. Qachon ofisingizga borib ko'ramiz? Xudo xolasa qachon vaqtinglar bo'lsa boramiz. Bo'ldi, bir ofisingizga ham boramiz, jamoani ham ko'rsatamiz. Endi jamoada qizlar borligi uchun qizlarni unchalik chiqara olmaymiz, chunki Yo'q, mayli, ulardan ruxsat olishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa odamlar ko'rinmasa ham, lekin Xudo xolasa. ofis ko'rinishini baribir obzor qilib o'tamiz. Bemalol. Chunki biz men asosiy nimam ham shu, o'zi borib bizneslarni obzor qilib yurish. Endi siz bilan haligi xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun mana studiyaga kelib o'tiribmiz. Zo'r. Mana shu sizni mana biznesga kirib keldingiz, biznesga eng birinchi qiziqishingizga kim sababchi bo'lgan? Nima ish sababchi bo'lgan mana shu biznes sohasiga kirishingizga? Ustozim Ilhom Begimqulov. Bu odam ustoz otangday ulug' deganni ustozga shogird bo'lib tushganimdan keyin bilganman. Otamizdek bo'lib ketgan. Ustoz yoniga kelgandan keyin hayotim 180 gradusga o'zgargan. Ungacha o'zgarmagan. Ustoz yoniga kelganimdan keyin ustoz hammasini o'rgatib, xatolarimni kechirib, biznes nimaligini tushuntirib ustoz o'rgatgan. Oxirida ustoz duosini olib chiqib keyin o'zim boshlaganman. Zo'r, mana ustoz Ilhom Begimqulov shogird, sizni yaxshi taniyman endi. Buni ustoz Ilhom Begimqulovdan tashqari yana ustozlaringiz bormi? Qanaqa ustozlaringiz bor o'zingizda? Bor, ko'p ustozlarda ta'lim oldim. Davron Turdiyevda, Davron aka Turdiyev yaxshi ustozim, Hayot aka Sharapov marketing bo'yicha, undan tashqari ustoz Ibrohim Gulyamovda qancha dars olganman. Endi eng asosiy, eng katta ustozim baribir Ilhom Begimqulov. Bu ustoz endi oldida yurganman-da, oldida polni yurib ko'p o'rgatgan. Qolganlarda faqat darsligiga borib o'qiganman qolgan ustozlarda. Lekin Ilhom Begimqulov oldida juda ham ko'p yurganman. Ustozim umrida bo'lsin ko'p narsa o'rgatgan, juda ham ko'p narsa. Chunki mana narsa bor ekanda, bu hayotda siz qanaqadir darajaga erishsangiz, hammani ichi kuyadi, atrofingizdagilarni. Hasad qiladi, sizga hasad qilmaydiganlar bu sizni eng yaqin insonlaringiz bo'ladi. Undan keyin oila, ota-ona, ayolingiz, farzandingiz, aka-ukalar sizga hasad qilmaydi. Siz nimadir natijaga erishsangiz, meni ukam, misol siz BMW oling, meni ukam BMW oldi. Siz milliarder bo'ling, meni ukam milliarder deydi. Oy-nurug'laringiz meni tog'am milliarder, meni jiyanim milliarder, meni farzandim milliarder qilib siz bilan faxrlanadi va ustoz siz bilan faxrlanadi. Meni shogirdim milliarder. Ustoz ichi kuymaydi-da, qolganlari sizga nisbatan hasad qilishi mumkin. Ustozlar lekin unaqa bo'lmaydi. Tushunarli, zo'r. Albatta qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar ustoz topishni maslahat beraman, chunki Ilhom Begimqulov shogirdim. Men hozirgi kunda Ilhom Begimqulov shogirdman, mana yonida yuribmiz. Haqiqatan ustoz nima aytsa, nima vazifa bersa yoki qilma desa haqiqatan qilamiz. Nima uchun? Natijaga chiqqan shogirdlaridan biri aytganini qilgani uchun shu darajagacha keldi. Shu uchun ustoz topishni maslahat beraman. Xo'p, keyingi savolimiz mana shu eng birinchi biznesga kirib kelganingizda, mana shu sohaga kirib kelganingizda bu sohani siz qanday tasavvur qilgansiz? Kirib kelishdan oldin qanaqa bo'lgan siz o'zingiz tasavvur? Zo'r tasavvur qilganman. Endi hamma ham boshlayotgan vaqtda xayolda zo'r bo'lib ketadi, milliarder bo'lib ketadi, tipi oson deb o'ylaydi-da, oson bo'lib ketadi deb o'ylaydi. Unaqa zo'r tasavvur qilganman. Xayolimda milliarder bo'lib, shaxsiy samolyotlar olib dahshat bo'lganman xayolimda, lekin boshlangandan keyin chunki shunaqangi narsa bor ekanda, menda bo'lgan, ustoz oldida yurganimda o'zimni tipi akvariumda bo'lganman, lekin o'zimni men zo'rman, men akulaman deb his qilganman. Lekin ustoz oldidan chiqib hayotga chiqqandan keyin hech kim emasligimni his qilganman-da. U hayot umuman boshqa narsa. Ustoz shunaqangi narsaki, ustoz oldida duxingiz baland bo'ladi, chunki suyanadigan odamingiz bor-da, ustozingiz suyanasiz. Har qanday xato qilsangiz yopadi, ayblaringizni to'g'rilaydi, yo'l yo'l ko'rsatadi, lekin ustozdan chiqqaningizdan keyin olgan bilimlarni ishlatish o'zi bo'lmaydi. Shunaqa, to'g'ri. Shunaqa holat bo'ladi. Men o'zim chiqib bir xato qildim-ku. Qiyin. Shunaqa. Xo'p.
Mana shu nima deydi? Faqat O'zbekistonda ko'ryapmiz, mana shu sohani hozir. Misol siz o'zingiz hech chet elda mana shu sohaga qarab ko'rganmisiz? Chet elda qanaqa bu soha? Zo'r. Chet elda bor. Men o'zim Qaysi davlatdan ko'rgansiz ko'proq? Rossiyada, boshqa davlatlarda bor, hamma davlatda deyarli bor. Men o'zim bu modelni Rossiyada ko'rganman va o'rganganman. Rossiyada aynan shunaqa sohada ishlaganman. 2020-21-yillarda Rossiyada aynan shu sohada ishlaganman, faqat Rossiyada. Bu yerda shunaqangi rekruting kompaniya edi. Boshqa tadbirkorlarga xodim kerak, xodimlar yetkazib berardi. O'zbekistondan, Tojikistondan yetkazib berishardi faqat ular. Hozir endi biz faqat O'zbekistonda. Siz uni Rossiyada qanday topardingiz xodimlarni? Men topish vazifasini bajarmaganman. U kompaniyada shunchaki bir kichkina boshqa pozitsiyasini, mayda-chuyda ishlarni qilib yurganman. Faqat men bitta prinsip borda menda. Qo'ylar ichida yursang, qo'y bo'lib yurma, cho'ponni kuzat degan formula bor menda. Shunaqa prinsipim bor. Siz tashqi tomondan nima bo'layotganini kuzatib yurishingiz kerak maksimal darajada. Men u yoqda ishchi bo'lib ichida yurganman, lekin rahbariyat nima qilyapti, qanaqa qilyapti kuzatib yurganman har doim. Sekin-sekin o'rganganman. Rahbarlari zo'r odamlar, o'zbeklar, tojiklar va ruslar edi rahbariyatida. Hozirgacha adnashayim ham bor ular bilan. Yaxshi qabul qilishgan, oxirida yaxshi xayrlashib chiqqanman yo'qdan. Hozirgacha gaplashib turaman. Zo'r. Endi mana shu chetda nima deydi? Adashmasam siz o'qishingizni tashlab kelgan deb eshitganman. Nechinchi kursda qaysi o'qishni tashlab ustoz yoniga kelgansiz? Hop. Rossiyskiy universitet Drujba narodov Ruden deyshadi. Top mingtalikda 347-o'rinda turardi, agar adashmayotgan bo'lsam. Bu universitetda o'qiganman, 1 yil o'qiganman. Iqtisodiyot, miroviy ekonomika yo'nalishida o'qiganman. 1 yil o'qib, keyin atchisleniya qilib qaytib kelganman. Chunki o'zimni ko'rmaganman. Yo'qda men kerakli, o'zim xohlagan darajadagi bilimni ola olmaganman-da. Keyin ketmasam bo'lmaydi deganman. Rossiyada yurish jonimga ham tegan bo'lgan. Baribir o'zimiz vatanimizga kelmaydi. Eng zo'r joy O'zbekiston. Eng zo'r joy O'zbekiston. To'ppa-to'g'ri qo'shilaman. Endi mana ustoz yoniga kelib qolgansiz-ku, mana ustoz yoniga kelishingizga nima sabab bo'lgan mana? Kelib qoldi. Ustoz qanday topib olgansiz o'zi? Yo ustoz sizni topganmi? Yo, men ustozni topganman. Holat shunaqa bo'lgan. Aziya Consult orqali o'qishga kirgan bo'lganman Rossiyaga. Va shu jarayonda meni o'qishga kirish dokumentlarim uchun pul to'laganman Aziya Consultga, lekin dokumentlarim kechikkan. Kechikkandan keyin bular mashinik emas, meni uxlatib ketmaydimi, o'zi buni rahbari kim deb qidirishni boshlaganimda Ustoz Ilhom Begimqulov chiqqan. O'shanda bu rahbari shu ekan. Qana men shuncha aytgan muddatigacha kutaychi, agar dokumentim qilib bermasa, keyin rahbariga yozaman, nimaga meni dokumentimni qilib bermadinglar, mashinikmisizlar deb yozaman deb Ilhom akani bosib, propiska bosib kuzatish boshlaganman va shu jarayonda bir kun Instagramda e'lon qilgan, biz shogird olmoqchimiz, kim agar biznes qilish xolasa, biznesga qiziqsa, o'rgatamiz biznes bo'yicha degan va saralab olamiz deyishgan va adashmasam 1000 tadan ko'proq odam ichidan saralab 10 kishini olishgan. Bizga vazifalar berilgan, o'shanda zaifga qoldirganman, aloqaga chiqishgan, berilgan vazifalarni bajarganman. Alloh to'g'ri yo'lga boshqargan, lekin ikkilanganman boshida, lekin Alloh to'g'ri yo'lga boshqargan. Xato yo'l bo'lmagan ekan. To'ppa-to'g'ri, men akam ham ustoz shogird siz bilan birga kelgan. Men bilan birga kelgan. Bizda uyda bo'lardi, haligi telefon qilib Zoomda dars o'tardi ustoz o'sha vaqtlari. Zoomda dars o'tardi. Akam bizda internet yaxshi emas edi. Qishloqda internet yaxshi emas edi, deraza oldiga qo'yib, ustoz Zoomda dars o'tganda kirib kuzatardik o'shanda. Akamdan ko'p men kuzatardim lekin. Keyin imtihoni bo'ldi, imtihonidan o'tib keldi, ketgandan keyin ana endi uydagilarda vahima boshlandi. O'g'ayinlar aytayapti, bekor berib yuboribsiz, yoqqa bekor jo'natibsiz. Haligi Amerika tomonidan qanaqadir odamlar ular deyapti-da. Ular bularni o'qitgani uchun qanaqadir joyga jo'natadi buni o'qigandan keyin. Unaqa qiladi, bunaqa qiladi deb shunaqa vahima bo'lyapti-da nimada. Keyin men ham ikkilanib qoldim keyin, dedim, shunaqa bo'lsa haqiqatan dedim. Yo'q, keyin bir kun keldim. Ofisni ko'rdim, o'qiydiganlarni ko'rdim. Qarasam, hamma taniqli odamlar shu yerda. Keyin men o'zimga ishondim, keyin uydagilarda ham, o'g'ayinlarda ham hech kimning gapini nima qilmadim. Yo'q, lekin onam, ayam hech qaytarmagan. To'g'ri deb bilyapsanmi qil degan. Haqiqatan birinchi o'rin ota-ona paddishga qiladi. Shunaqa siz hayotda nimadir ish qilmoqchi bo'lsangiz, hammaga aytib qilsangiz har doim adashasiz. To'g'ri. Men qachon qanaqa ish qilmoqchi bo'lsam, aytib qilgan ishlarim o'xshamagan. 100% holatda umuman o'xshamagan. Aytmasdan hech kimga aytmay, prosta o'zim qilganlarim o'xshab ketgan va ko'p ishlar ota-onaga aytib, ruxsat olib, duosini olib qilish boshqa tema, lekin uzoqdagi dadamni ukasini, amakisini birov deganlari eshitib qilish to'g'ri kelmaydi. Endi bizni tomonda, qishloq tomonda shunaqa hamma
aralashadi-ku qilmoqchi bo'lgan ishingizga. Har doim ham eshitish noto'g'ri. Prosta boshlash kerak. Qolganini papitoy to'g'rilanib ketaveradi o'zi. Zo'r. Temadan chekkalashmaymiz endi. O'zingiz sohangizga qaytamiz. O'zingiz sohangizda bir oyda o'zingiz qancha оборот и daromad qilasiz? Endi raqamlarni biz ochiq qila olmaymiz. Chunki ichki sekretlar hisoblanadi. Raqamlarni aytib bo'lmaydigan holatlar bor, aytib bo'ladigan joylar bor. Proyektlar sonini ayta olishim mumkin. Hozirgi holatda ishlab turgan 5 ta proyektimiz bor. O'rtacha chekingiz qancha? Sredniy chekimiz $300. 300. Unaqa ko'p daromad qilinmaydi bizda. Har xil keladi-da. Qancha xarajat qilasiz bir oyda? Xarajat lekin $2000 dan baland. $2000 ishchilar oyligi, arenda. Ishchilar oyligi, arenda. Tushunarli. Shunday hisoblasa bo'ladi. Xizmat ko'rsatish sohasi zo'r. Nimaga? Chunki marja katta har doim xizmat ko'rsatish sohasida. Siz nimadir sotadigan bo'lsangiz, 10% ustiga qo'yishingiz mumkin, 15% qo'yishingiz mumkin, lekin xizmat ko'rsatishda har doim yaxshi marja bo'ladi. Zo'r. Shu paytgacha mana shu ishlab kelgan jarayoningizda eng katta tushum qachon, qayerdan bo'lgan? Eng katta chekingiz qancha bo'lgan? Eng katta chek, eng katta tushum $2000 tushgan. Bir haftada yopilgan temas. Eng kattasi shu bo'lgan. Nima uchun? Jamoat tez ishlagan. Tez biz o'ylaganimizdan tez bo'lib ketgan. Biz qo'rqqanmiz boshida u proyekt yopib bera olmaymiz deb, lekin tez yopilgan. Siz bitta nimani natijaga olib, o'shani 2 oyda yopib bergansiz. Kelishuv. Tez yopilgan, bir haftada yopilgan. Nima ish qilgan? Uni qanaqa ish? Xodim yetkazib berganmiz. Mana bizning ishimizda eng qiyin narsa xodim o'zi yetkazib berish. Tashqi tomondan oson ko'rinadi. Hamma o'ylaydi, bitta e'lon bersang bo'ldi deb o'ylaydi, lekin yo'q. Aslida unday emas. Mana ko'pchilik tadbirkorlarda shunaqa xato qilishadi. Ko'pchilik tadbirkor любой odam ishga oladi. Men любой odam ishga ola olmayman. Hech qachon любой odam ishga olmayman. Har doim uni qadriyatiga qarab, tarbiyasiga qarab, tajriba keyingi o'rinda men uchun. O'zimni jamoamga olayotganimda ham har doim juda qattiq filtr bilan olaman. Nimaga? Mana shu narsani bor-ku, bitta ayting, mana boshida ishchi, misol xodim olishda hamma qiynaladi-ku, biznesmenlarda xodim olishda qiyinchilik bor. Shunga bitta case aytib keting siz mana. Birinchi ishchi keldi, nimasiga qarab filtr qilib olish kerak uni? Birinchi o'rinda korporativ madaniyatiga qaraysiz, kirib kelishidan qarab boshlaysiz. Bizda ishlayotganlar shunaqa qilishadi. Agar siz ishga kirmoqchi bo'lsangiz va biz kompaniyaga kelgan bo'lsangiz, siz eshikdan kirib kelib o'tirguningizgacha sizni qaroringiz qilib olishadi qizlar. Bu yoki bo'ladi yo bo'lmaydigan xodim. Yo'q, siz kirib kelishingizdan boshlaydi. Korporativ madaniyatda bu mana. Ba'zi odamlar bor, shunaqangi holatlar bo'lgan. Mana men sizga aytaman. Yaqindan bitta odam keldi. Tashqarida odamlar yig'ilib turadi, suhbatga kelganlar, ichkarida HR-menejerlar qizlar suhbat qilishadi, filtr qilishadi. Bitta bola kelyapti-da, shuni kirib keldi, to'g'ridan-to'g'ri kelib, shuni o'tirdi. Assalomu alaykum. Suv bormi deyapti-da. Sirasi tushunyapsizmi? Hamma shok. Unaqa holat hali bizda bo'lmagan-da. Hamma shok. Bor, suvmi, kofe, choy deb so'rashyapti. Yo, suv beringlar deyapti. Bo'ldi deb suv bergandan keyin nima ish o'zi deyapti. Uju bu xodim bo'lmaydi, qizlar va biz bu bilan suhbat qilib o'tirmaymiz. Uju bizga to'g'ri kelmaydi. Birinchi qaraladigan narsa ikkita. Korporativ madaniyati, kirib kelishidan bilinadi korporativ madaniyati. Ikkinchisi buning suhbatga tayyorlanib kelganmi, yo'qmi? Hozir bu kelgan odam suhbatga tayyorlanib kelmagan. Suhbatga tayyorlanib kelgan odam qayerga keldi, qanaqa ishga keldi, nima ishga keladi biladi. To'g'rimi? Bu shunday kelib, nima ish o'zi deyapti. Qayerga nima ishga kelganini o'zi bilmaydi. Normalniy odammi u? Normalniy odam. Endi hamma har xilda. Qanaqa nima sohaga kelgan edi o'zi? Marketologga kelgan edi. Marketolog kelgan. Ikkita bakalavr bitirganman, magistr chetda o'qib kelganman degan. Endi diplom bor degani zo'r degani emas-ku hozirgi zamonda. Shunaqa bo'lgan. Endi tadbirkorlarga beradigan maslahatim, agar o'zi suhbat qilmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda o'sha korporativ madaniyatiga qarash kerak, ikkinchi o'rindan suhbatga tayyorlanib keldimi, yo'q, unga qarash kerak. Uchinchi o'rinda o'ziga bo'lgan ishonchi. Mana ko'pchilik xodimlarda shunaqa sinov muddatiga ishlaylik desa, tajribali xodimlarda ko'p bo'ladi va bu narsani men xato deb o'ylayman. Men o'zimga bo'lgan samatsenkam, o'zim hurmat qilaman deb o'ylaydi va aslida bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Davay siz bilan sinov muddatiga ishlab ko'raylik qanchadir muddat desa, yo'q deydi. Ishlamayman sinov muddatiga. Mana shuncha oylik bersang ishlayman deb turib oladi va bu narsani noto'g'ri deb o'ylayman. Tadbirkor
aytsa, "Davay, bo'ldi, zo'r, necha pul oylik xohlaysan? $1000. Bo'ldi, senga $1000 oylik beraman. Faqat davay ki aka yoki uka, mana shuncha deylik bir haftaga sinov muddatiga birga ishlaylik. Menga rostdan zo'rligingni ko'rsatib ber va men senga bu bir hafta sinov muddating uchun ham pulingni to'lab beraman. Bermayman emas. Faqat bitta seni ko'raylik qilib sinov muddatini taklif qilsa, o'ziga bo'lgan ishonchi bor odam bo'ldi deb ishlaydi. Hatto sinov muddatiga. Va to'g'ri qadriyatli odam deb o'ylayman. Endi ba'zi holatlarda ba'zi odamlar "Yo'q, ishlamayman sinov muddatiga" deydi. "Pulim oldindan berasan" deydi. "Men ko'p yil ishlaganman, pulim bermagan" degan qo'rquv bo'lar balkim ichida. Bilmadim va bu narsani noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki olishdan oldin ber degan qoida bor. To'g'ri. Shuning uchun bu birinchi o'zini zo'rligini ko'rsatib qisqa sinov muddatiga ishlash kerak va tadbirkor qisqa sinov muddatiga ishga olsa o'zi bilinadi bir haftaning ichida. Qanaqalik. Endi bu ko'proq siz aytayotgan nima sotuvchilarga, nimalarga to'g'ri keladi, xizmat ko'rsatishdagilarga. Tajribali mutaxassislarga to'g'ri keladi. Endi men o'zim mana Ilhom Begimqulovni nimasida akademiyasida kurator bo'lib ishlayman-ku. Men o'zimda bo'ladigan biznesmenlarda, o'quvchilardagi asosiy muammo, misol menga grutchik kerak deydi. Grutchik kerak. Uni qanday sinov qilib, qanday unga KPI belgilash mumkin misol? KPI demaylik, KPI ni hamma qo'yiladi-ku. Qanaqasini olish kerak xo'jasi? Qanaqa sinov muddatida qanday olish kerak uni? Endi tadbirkorni o'zidan kelib chiqiladi. Unga qanaqa odam kerak degan savol beriladi. Unga farqi yo'q. Kerak aytaylik, grutchik mana Tushundim. Mana misol uchun meni kompaniyam bo'lsa, menga grutchik kerak bo'ladigan bo'lsa, men kelgan lubba odam ishga olmayman. Birinchi o'rinda qadriyatiga va tarbiyasiga qarayman. Nima uchun? Chunki meni eng yaqin do'stim bu meni jamoam. To'g'ri. Men jamoam bilan birga ovqatlanaman, birga yuraman. Shunaqangi holatlar kelgan, ofisda jamoam bilan birga, bolalar bilan birga partada yotib uxlagan holatlarimiz bo'lgan. Har oyda bir marta jamoaviy dam olishga tog'ga chiqamiz. Jamoam meni oilam, jamoam mening yaqin do'stimda. Lubba odam ololmayman. Jamoam ham lubba odam qabul qilmaydi. Hatto gruzchik olsam ham. Qadriyatiga, tarbiyasiga qarayman. Bir haftaning ichida qadriyati bilan tarbiyasi bilinadi. Jamoa bilan qilayotgan munosabatidan. Agar siz o'sha katta korxona bo'lsangiz va sizni farqi yo'q qanaqa odamligi, ish qilsa bo'ldi deydigan bo'lsangiz, lubba odam olaverasiz. Agar yo'q, men bilan uzoq muddat ishlasin, menga normalniy, zo'r, qadriyatli, har qanaqa holatda meni tashlab ketmaydigan odam bo'lish kerak deydigan bo'lsangiz, unda qarab filtr qilib olishingiz kerak bo'ladi-da. Lekin men o'ylashim bo'yicha biznesga gruzchik olasizmi, uborkaga xodim olasizmi, kim olishingizdan qat'iy nazar qadriyatiga, tarbiyasiga qarab yaxshi siz bilan uzoq muddat ishlaydigan odamni olishi tarafdoriman. Ba'zi holatlarda ba'zi tadbirkorlar unaqa qilmay to'g'ri olishadi. Hozir faqat pul kerak bo'lgan, maqsadi faqat pul bo'lgan odamni olishadi-da. Va bitta qoida bor, pul uchun kelgan, pul uchun ketadi. Ertaga bu odam sizda ishlab 5000 oylik olayotgan bo'lsa, men bitta e'lon beraman 7000 oylik deb shuni siz tashlab menga ketadi. Siz jabr ko'raverasiz. Buni pozitsiyasini to'ldirish uchun yana e'lon berasiz, yana vaqt ketadi, yana xodim qidirib yuraverasiz, jabri siz ko'rasiz. Chunki u faqat pulni o'ylaydigan odam bo'lib qo'yasiz. To'g'ri. Qarang Nurbek aka, mana sinov muddatida ishga olishga kerak dedingiz, ha? Misol uchun shunaqa mutaxassislar bor, ular sinov muddatida olib bo'lmaydi. Misol uchun Asror Iskandarov. Ular xizmati bor, sinov muddatida olib bo'lmaydi ularni. U konsultatsiyasiga kelishi ham o'zi pullik. Ularda qanaqa sinov muddati olish mumkin? Endi birinchidan ular sizda kelib kompaniyangizda o'tirib ishlaydigan xodim emasda, siz bilan outsourcega ishlashi mumkin va Asror aka va yana boshqa, misol uchun marketing agentliklari ham, SMM menejerlari kimdirlar ham sinov muddatiga emas, boshqacha kelishuvda ishlaydi. Lekin ko'pchiligi sizga garantiya beradi ular. Siz undan nima kutyapsiz? Misol uchun brendingiz tanilishini va obunachingiz ko'p bo'lishini xohlayapsizmi? Asror akalar garantiya beradi qiladigan ishiga. Agar men garantiya beraman shu pulimni oqlash uchun. Agar men shu garantiyani qilib bera olmasam degan joyigacha Asror akalarda kelishuvlar bor. Ular har doim win-win tarafdori. Shuning uchun ular bilan sinov muddatiga ishlamay, bemalol qo'rqmay ishlasa bo'ladi. Chunki ishiga garantiya berib turibdi va shartnoma asosida ishlaydi. Hech nima og'izda bo'lmaydi. Kelishlar. Agar mana shu garantiyani qilib bera olmasam degan joylargacha kiritib yozib shartnomaga qo'l qo'yib, hammasini cho'kka qilib berishadi sizga. Tushunarli. Zo'r, haqiqatan lekin bu taraf ham bor lekin. Xo'p, mana endi o'zingizning xizmatingizda mana O'zbekistonda ishlayapsiz. Siz o'zingiz ham hech chet elga xizmat ko'rsatdingizmi? Qaysi davlatlar bilan ishlayapsiz o'zingiz? Chet elda hozircha xizmat ko'rsatganimiz yo'q. Chunki chet elga juda ham ko'p chiqadi. Tojikistonga bizga xodim kerak, Qozog'istonga xodim kerak deb aloqaga chiqishadi, lekin biz rad qilamiz. Chunki bizning jamoamizning oliy maqsadi bor. Biz jamoamizning oliy maqsadi O'zbekistondagi xodimlarni chetga chiqarish emas, aksincha chet eldagi qiynalib ishlayvergan o'zbeklarni O'zbekistonga qaytarish. Chetda topayotgan pulini o'zimiz yurtida topa oladigan darajadagi oylikka chaqirib
o'zini yurtida bo'lishi bizning asosiy maqsadimiz. Shuning uchun chet eldagi xodim so'raganlarga har doim rad javobini berganmiz. Videoni ko'rib turganlar ham biladi, juda ko'p tanishlar so'rashadi. Qarang, endi zo'r chetdan olib kelish maqsadingiz zo'r haqiqatdan. Bizni men ishlikka deb maqsadi xuddi shunaqa ustoz, chunki ustoz shogirdisiz, shundan kelib chiqib qo'ygansiz deb o'ylayman. Lekin mana misol uchun Tojikistonda chiqdi deyapsiz, Qozog'istonda chiqdi deyapsiz. Nima uchun ularda o'zlarini xodimalarini biznes o'sha yoqdagi odamlarda o'sha biznesga yoki bo'lmasa o'sha odamga topib berish xizmatini qilmaysiz? Yo'q, qanaqa qiyinchilik bor bunda? Birinchi o'rinda til qiyinchiligi bo'lsa kerak va auditoriya qiyinchiligi. O'zbekistonda auditoriya bizda bor. Auditoriyamiz yig'ilgan, lekin Tojikistonlik auditoriyamiz yo'q yoki Qozog'istonlik auditoriyamiz yo'q va ularning bozorini hali bilmaymiz. Ularni bozordagi ish kerak odamlar ko'proq qayerda bo'lishini bilmaymiz. Hozircha faqat O'zbekiston bo'lganda ham hozircha faqat Toshkentga xizmat ko'rsatyapmiz. Boshqa viloyatlar endi qo'shildi. Endi test qilib ko'ryapmiz. Mana yaqinda Toshkentda o'tirgan holatimizda onlayn Farg'onadagi bitta tadbirkor akamizga xizmat ko'rsatdik, xodim yetkazib berdik. Hozircha mamnun xizmatimizdan. Yaqinda inshaalloh 30 olib 30 larni qo'yamiz. Zo'r. Qarang, mana endi o'zingiz aytyapsiz, chiqish niyat bormi? Mana hozir chiqmayman deyapsiz. Chetga baribir chiqqan auditoriyani kengaytirgan deyapsiz-da. Lekin siz mana xodim topib beraman deyapsiz. Nima uchun o'sha tilni biladigan odamni olib ishlatmaysiz? Nima uchun? Endi uzoq yillik strategiyamizda bor, hozircha emas. Uzoq yillikda bor. Bizda taktika boshqacharoq. Mana ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak, osilsang balandroq dorga osil, katta narsani orzu qil deyshadi. Bizda aksi. Bizda teskari. Biz qanaqa fikrlaymiz? Biz osilganingga yarasha baland dorga osil deb baland dorga sakrasak-u, yeta olmasdan yiqilsak biz sinamiz. Shuni hisobiga biz nima qilamiz? Kichik yonimizdagi bir haftalik, 10 kunlik, 1 oylik o'zimizga yaqin ko'zimiz yetadigan darajadagi maqsadlarni qo'yib olganmizda, unga erishganimiz sayin biz samat senkamiz ko'tarilib ketaveradi. Uzoq yillikka qo'yganmiz, lekin maydaroq chiqganmiz. Zo'r. Tushunarli. Xo'p. Mana shu siz o'zingiz mana ustoz topdingiz. Sizdan ham siz o'zingiz ham shogirdingiz bormi? Sizni tavsiyangiz bilan kimdir biznesga kirgan yoki biznes qilayotganlar bormi? Yo'q, men hali unaqa kimgadir biznesni o'rgatadigan darajada odam deb hisoblamayman o'zimni. Hech kimga hali biznes bo'yicha o'rgatmaganman. Bor shogirdlarim ham rekruterlar shogirdlarim, ularga qanaqa qilib rekruting qilishni o'rgatganman. O'zim sotuv bo'yicha o'qiganman. Ko'proq Islombek Ibragimov ustozim call center sotuv bo'yicha o'rgatgan. Jumanazar aka Kushbakov bor ustozlarim. Sotuv bo'yicha shogirdlar chiqarganman, sotuv bo'yicha ko'p o'rgatganman. Mutaxassislik bo'yicha. Jumanazar Qo'shbakov mening ham ustozim bo'ladi. Onlayn kursida men ham o'qib, haligi sotuv bo'yicha eng kuchli sotuvchi bo'lishim sababi Jumanazar Qo'shbakov bo'ladi. Rahmat aytaman o'sha insonga. Kitoblarni, audiolarini, Zoom darsliklarini ko'rib sotuvchi bo'lganman. Haqiqatan sotuv bo'yicha zo'r. Ustozi yomoni yo'q o'zi, hamma ustozlar har doim shunday. Shu biznesga kirib kelganingizda yaqinlaringizdan yoki bo'lmasam ayrilgan holatingiz bo'lganmi? Yaqinlaringiz ishlatgan holatlaringiz bo'lganmi? Qanaqa bo'lgan? Yo'q, bo'lmagan, chunki ustoz qattiq tayinlab o'rgatgan. Biznesga yaqinlari, tanish bilish, og'ay-urug' aralashtirsang ham faqatgina o'sha sohani mutaxassisi bo'lsa aralashtirar degan. Men yaqinlarim ichida aynan menga kerakli sohadagi mutaxassis yo'qligi uchun aralashtirmaganman. Imkoniyat bo'lgan, juda ko'p bo'lgan. Любой odam qila oladigan pozitsiyadagi ishim bo'lgan. Lekin o'shanda ham yaqinlarim bo'lmaganmanda begonani olib oyligini berganman va hozirgacha ham shunaqa. Chunki begona bilan ishlasam ertaga xato qilsa urushaman. 1 marta, 2 marta, 3 marta urushaman, baribir xato qilsa ishdan bo'shataman va hammasi normal. Qarindoshim ishdan bo'shatsam ertaga u mendan xafa bo'ladi, og'ay-urug'chilikka ta'sir qiladi. Ular tushunmaydi-da. Shuning uchun yaqinlarga ishga olmaslik kerak. Doniyor ularning biznesi boshqa. Ularning yo'li boshqa. U shunchaki shogird sifatida yuradi oldinda. Ular o'zini SMM agentствоsi bor, ular o'zini agentствоsi bilan shug'ullanadi. Men ularga aralashmayman, faqatgina mendan maslahat so'rab turishadi. Tushunarli. Qarang Nurbek aka, mana shu har kunlik kundaligingizda sizning maqsadingizga harakat qilishga undaydigan qanaqa jihatlar yo narsalar bor? Jamoam birinchi o'rinda. Chunki men xohlagan narsam jamoam mendan ham ko'p topishini xohlayman. Jamoam ko'proq topishi uchun men harakat qilishim kerak-da. Men harakat qilmasam jamoam qanday qilib ko'proq daromad qilishi mumkin?
Xo'p, ko'proq daromad qilish uchun jamoangiz ishlashi xo'p, jamoa ekan. Jamoa endi aynan unga qanaqa vazifalar? Chunki u jamoaga ham baribir ishni topib beradigan siz. Yo'q, to'g'ri, mana meni motivatsiyaga, harakatga undaydigan narsa bu meni jamoam. Ha. Men operatsion sistemada emasman. Meni pozitsiyam faqatgina proyekt ko'paytirish. Hmm. Jamoam pozitsiyasi proyektlari yopish temali. Men proyekt ko'paytirmasam, ular ko'p daromad qila olmaydi. To'g'ri. Chunki mana biznes egasi strategik yondashish kerak biznesga. Agar operatsion ichiga kirib qolsa, biznes o'lish ehtimoli juda ham katta. Shuning uchun zo'r. Xo'p, mana shu o'zingiz sohangizdagi eng katta orzungiz nima? Maqsadingiz eng katta? Yo boshqa biznes qilishmi, yo shu sohani kengaytirishmi? Hozircha- Umumiy biznes sohasini aytaylik. Hozircha sohani o'zini kengaytirish eng oliy maqsadimiz. 12 ta viloyatdan 12 ta filial ochish va jamoani sonini 300 taga yetkazish oliy maqsadimiz bor. 300 ta. Zo'r. Omad tilab qolamiz jamoaga. Xo'p. Sizni bo'lajak millioner deb atashsa, siz bunga qanday qaraysiz? Oddiy qarayman. Oddiy. Nechinchi yilga million Motivatsiya olaman-da, motivatsiya olaman. Yana ham odamlar menga ishonib turibdi, odamlar menga qarab turibdi deb kuchliroq harakat qilishga intilaman. Chunki har bir odam ichida dangasalik bor. Dangasa emas odamni o'zi bo'lmasa kerak. To'g'ri. Dangasalikni yengish qiyin. Ayniqsa mana qish keldik, ertalab turish qiyin, ishga qarab borish qiyin bo'ladi. O'sha kimdirlar bo'lajak millioner deb fikrlaydigan bo'lsa, shu odamlar ham menga ishonib turibdi. Shuncha odam qarab turibdi deb ham yanada kuchliroq harakat qilaman. To'g'ri. O'zingiz planingizda qachon millionga chiqish? Nechinchi yil? Endi Alloh Qancha biladi, vaqt qoldi? bilmadim. Avval Allohdan, endi hammasi baribir rizq. Hammasi rizqdan. Men ham o'zim qildim nimadir qildim deb ayta olmayman, chunki hammasi просто по пути bo'lib ketgan. Men rejalashtirib bunaqa qilaman demaganman. Shunchaki bo'lib ketgan. Shunchaki Alloh nasib qilgan bo'lib ketgan. Bilmadim. Alloh qachon nasib qilsa shu, balkim 1 yildir, balkim 10 yildir. Endi ustozlar aytishi bo'yicha yaxshi dars olib, kuchli harakat qilsangiz 5 yil ichida dollaroviy millioner bo'lsangiz bo'ladi ekan, ustozlarim aytishi bo'yicha. 5 yil. O'zingiz sohangizda necha yil ko'ryapsiz? Hozirgi holatingizni. Shunaqa atrofi. 5 yil. Demak, 2026 bo'ladigan, 2026 deylik. 1 yil o'tgan bo'lsa 2030, 2031 xudo xohlasa millionda ko'rishamiz hali. Nurbek aka, yana bitta savol. Mana shu nima deydi? Hayotingizda bo'lgan eng yaxshi kunlardan qaysi biriga qaytishni xohlagan bo'lardingiz? Makka va Madinada bo'lgan kunimga qaytish xohlayman. Chunki umuman boshqacha olam, Atmosfera boshqacha boshqacha. dunyo, haqiqiy xotirjamlikni Makkada, Madinada his qilasiz. Har qanaqa muammolaringiz esingizdan chiqadi, yengil bo'lib maza qilib yurasiz. O'sha kunga qaytish xohlagan bo'lardim. Zo'r, bizga ham nasib qilsin. Yaqinda borib keldingiz, xudorim bor. Xo'p, Nurbek aka, suhbatlar uchun, savollarga javob uchun rahmat. Bu ko'p tadbirkorlarga, biznesmenlarga foydali suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Agar yana kimdadir xodim bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga yozingizlar. Shaxsan Nurbek aka o'zi javob beradi. O'zim javob beraman. Salomat bo'ling, Nurbek aka. Taklif uchun. Bo'ldi?